Juda ham ko'pchilik bizdan 5 metrli strapilerli taxta haqida, 4 metrli laga haqida, 6 metrli lagali taxtalar haqida polностью video qilishimiz so'rovdi, hurmatli akalar. Mana shu video shu so'ragan akalarimiz uchun bo'ladi. Xudo xolasa video manfaatli va foydali bo'ladi. Videoga bitta like bosib qo'ying. Akalar, hozir mana shu ko'rib turgan taxtani 12,5 ga 3, ya'ni eni 12,5 cm, ya'ni 125 cm, qalinligi 3 cm, uzunligi 5 metrli, kачествоsi juda ham chiroyli bo'lgan zavodskoy, zavod holatda, mana ko'rib turibsizlar. Zavodning o'zidan shunaqangi upakovkalar bilan kelgan strapli taxtamiz. Buni hurmatli akalar, metrlarni qo'yib полностью obzor qilib beraman. Xo'p. Kачествоsi akalar mana shunaqangi bo'ladi. Sort sasnasi ham bor, yili ham bor. Hurmatli akalar, narxida $5 kubasida farq qiladi bular. Xo'p, razmerlarga metr qo'yib ko'rsatamiz. Metr qancha? Xo'p. 12,9 13 ga, 13 eniga. Hurmatli akalar, eniga 13 cm. Xo'p, qalinligiga hurmatli akalar 3 cm chiqdi. Agar sizlarga ham ko'rinayotgan bo'lsa, kelib полностью o'zingizga metr qo'yib ham ko'rib olsangiz bo'laveradi. Kачествоsi zo'r. Hech qanaqangi garbili, abzoli, singani, katta butoq umuman bo'lmaydi. Masofadan turib zakaz bersangiz ham hurmatli akalar bo'laveradi. Faqat shu pastdagi nomerlarga aloqa chiqasizlar yoki manzilimiz Namangan shahar, G'ishko'prik, Qo'mshoq bandisini oldida. Buni xarakteristikasi haqida yana bitta to'liq ma'lumot berib o'taman. Ko'rgan bo'lsangiz, hurmatli akalar, mana bu taxtamizning eni 13 chiqdi, lekin zavod bergan razmeri 12,5. Ko'rishingiz mumkin, 125 turibdi. Zavod bergan razmeri enida. Qalinligiga 3 ga kelgan, hurmatli akalar. Zavod bergani 3 ga bergan. Metr qo'yganimizda chiqish razmeri 3,2 bemalol ko'rsatdi. Uzunligi to'liq 5 bo'ladi. Xo'p, sasna mana ko'rishingiz mumkin. Sasna pachkasi bu. Pachkasida 288 dona bo'ladi. 5 kuba 400 bir pachkasida kubasi. Kачествоsi, xarakteristikasi полностью shunaqa. Bu faqat hurmatli akalar zavod taxtalarida bo'ladi. Zavod taxtalarni xarid qilish xohlagan akalarimiz uchun, uyini 5 metrli qilib qurib qo'ygan akalarimiz uchun 5 metrli taxta topish juda ham muammo bo'ladi. 6 metrli olay desa qimmat bo'lib ketadi. 4 metrli yetmaydi. Uloq bo'lsa yana neto bo'ladi. Shuning uchun o'zimizdagi bor mahsulotlarni sizlarga obzor qilib ko'rsatibman. Sizlar videoga bitta like bosib qo'yinglar. Qurilishidagi mana shunaqa zo'r taxta mahsulotlarni sizlarga qo'yib ko'rsatamiz. Xo'p, hurmatli akalar, eng arzon lapshamiz haqida endi ma'lumot beraman. Bu yerda bu joyda ham lapshalarimiz bor, lekin bu eng arzon emas. Lekin bu razmerdagi nima demoqchiman? Bu razmerdagi lapshalar boshqa yerda bundan ancha qimmat sotiladi. Masalan, 8 ga 2 4 metrli, 9 ga 2 4 metrli, 10 ga 2 4 metrli, xo'p, 11 ga 2 4 metrli, 12 ga 2 4 metrli lapshalarimizni turli tumandan bor. Xohlagan odamlar uchun, misol bizni kuzatadigan qurilish mollar do'koni bor, shunaqa xozmaga bor akalarimiz uchun tavsiya qilamiz. Optim narxlarda, bazaviy narxlarda donaga ham optimga ham qilib beramiz. Qurilish mollar do'koni bor akalarimiz uchun xohlasana buni 4 ga 2, 4,5 ga 2, 3,5 ga 2, 38 ga 2 razmerda qilib polностью tilib ko'rsata olamiz, tilib qilib bera olamiz. Mana bu rekamiz bo'lsa, kecha sizlarga polностью reklama qilib ko'rsatgan rekamiz bo'ladi mana. Mana shu rekamiz 37 ga, qalinligi 2, uzunligi 4 metrli. 1 metr hurmatli akalar 2850 so'm chiqadi. Bir pachkasi 114 ming so'mga topadi. Ikki qatorlama qilib pachkalangan. Bu rekamizga 100% garantiya bera olaman, qo'rqmasdan, chunki o'zim polностью shaxsan o'zim pachkalashib ko'rsataman. Buni videosini qo'yaman aslida xohlasa. Xo'p, hurmatli akalar, yana bu yerda mana eng arzon lapshamizga yetib keldik. Eng arzon lapshamiz 7 cm ga, qalinligi 2 cm bo'ladi. Les Invest zavodniki bo'ladi. Xo'p, sifatini ko'rishingiz mumkin. Zavodniki bu ham. Mana polni xarakteristikasini ko'rsataman. Bu ham sasna yog'och bo'ladi. Razmerlari 75 ga 1.6, ya'ni eni 75 cm ga, qalinligi 1.6 cm keladi. Pluslari bilan 7 cm ga, qalinligi 1.7 1.8 cm chiqadi. Asli 1.7 cm chiqadi. Uzunligi
3 metr 985 cm chiqadi. Bir kubada bitta pachkada 868 ta bo'ladi. Bitta pachkasi 4 kuba 151 sotuq bo'ladi. Hurmatli akalar, bemalol murojaat qilaverasizlar. Buni bir donasini 20 ming so'mdan qilib beraman. Kimga kerak bo'lsa, adashib qolmang, endi xohlasa bozordan xohlasa arzon qilib bozorga borib o'tirishingiz shart emas. O'zimiz sklatimizga kelsani, sklatimizda chiroyli narxda qilib beramiz. Xo'p, hurmatli akalar, mana shu hamma so'ragan 6 metrli lagerli taxtamiz bo'ladi. Hozir ko'rib turganinglar. Biz buni ustini poddozlamaganmiz. Bu bor yo'g'i apilka bo'lib turibdi. Shuning uchun ichi yaxshi ko'rinmaydi, lekin ishini holati mana bunaqangi mayda ko'z bo'ladi. 6 metrli bo'ladi. Bu yerda hech qanaqa terga mana tevasida qoplayam turibdi, ko'rishingiz mumkin. Orqalarida ham hurmatli akalar hech qanaqangi garbil, sarbil, abuzol, mabuzol katta bitoq umuman bo'lmaydi. Xotirjam laganaga ham yo bo'lmasa uzunroq orasini kattaroq tashlaydigan strapilga ham qo'qsani bo'laveradi. Sifati chukki istar akalar. Razmerlari ham to'la 15 ga 5. Men xudo xolasa aytgan gapimga javob qila olaman. 15 ga 5 dedimmi, xudo xolasa 15 ga 5 chiqadi. Minsoviy razmer emas, chunki buni o'zi zavoddan kelgan razmeri 15 ga 48 kelgan. Shunaqangi yaxshi ma'lumotlarni o'tkazib o'rmaslik uchun videoga bitta like bosib, rasm taxtaga obuna bo'lib qo'ying. Xo'p, bundan tashqari mana bu 4 metrli lagerligimiz. Buni ham qalinligi to'la 5. Hech qanaqangi bunda ham chatog'i, katta bitog'i umuman yo'q. Bu ham hurmatli akalar, sifatli yog'och. Buni ham ataylab sizlarga hammasini orqa tomondan ko'rsatibman. Nimaga? Agar orqa tomonda bu nekonditsionniy yog'och bo'ladigan bo'lsa, orqa tomonni ko'rsatib bo'lmaydi. Faqat oldini ko'rsatiladi. Nekonditsionniy yog'ochda orqa tomonida po'chag'i bo'ladi. Ya'ni garbal haqida ko'pina ma'lumotini bor. Mana bu qirrada mana bundoq yo'q bo'ladi, beti qizil po'choq bo'ladi. Taxminan qanday deb ko'rsatsam bo'ladi? Mana bunaqangi bo'ladi. Mana bunaqangi po'choqli bo'ladi. Bu nolobkaga ijragan taxtamiz. Bu hunarmand akalarimiz uchun chiqartirib qo'yganmiz. Xo'p, hurmatli akalar, umuman anaqasi yo'q. 20 ga 5 uzunligi 4 metrligidan bor. O 8 ga 5 uzunligi 4 metrligidan bor. Sifatini ko'rishingiz mumkin. Hop, 12 ga 5 razmeridan bor. 10 ga 5 razmeridan bor. Bu 4 metrli lagerli taxtalarimiz. Agar o'zini sifatiga ozgina e'tibor bermaysizlar, chunki uzun syomka qilib, uzun ko'rsatma hamma narsani. Hop, hurmatli akalar, bu 10 ga 5 razmerdagi taxt. Kачествоsi juda ham chiroyli. Ko'rishingiz mumkin. Hop, bundan tashqari bizga bilyardan kelgan lapchamiz haqida ham tezga chiqib qolganim uchun ma'lumot berib o'taman. 11 ga 1.8 kelgan razmeri, 11 ga 2 chiqadi. Holatlari, kачестволari shunaqangidan bo'ladi. Mana sifatini ko'rishingiz mumkin. Bizda xudo xolasa hech qachon sifatsiz taxta bo'lmaydi. Eng arzon taxtalarimiz ham arzonligini sababi Rossiyadan birinchi qo'l bo'lib o'zimizga kelgani uchun arzon bo'ladi. Sifatsiz narsani arzon qilib kitga bunaqa qilib savdo qilmaymiz. Bizda hammasi realniy ko'rinib turadigan, misol kelib bemalol ko'rib olsani bo'ladigan yoki zakaz qilsani xotirjam qo'qma chiqarib yuboradigan yog'ochlarimiz bo'ladi. Hurmatli akalar, hop, bu tomonda 20 ga 5 deyiladi. 19 2 ga 4,5 kelgan razmeri, uzunligi 3 metrli zavodskoy taxta. Buni ko'pchilik hurmatli akalar ishlab chiqarishga xarid qilishadi. Karavatchi akalar yoki shunga o'xshash bir hunari bor akalar ko'proq bizdan xarid qilishadi bu yog'ochlarimizni. Bizda hurmatli akalar qurilishga ishlaydigan yog'ochlarimiz ham bor. Sizlar bilan gaplashmasdan tushibman. Kurslar qanaqa xavfli ishlarni qilibman. Shunga yarasha bitta like bosib qo'ying. Xo'p, bizda hurmatli akalar qurilishda ishlaydigan taxtalarimiz ham bor. Ishlab chiqarishga ham taxtalarimiz bor. Sortovoy taxtalarimiz ham bor. Zavodskoy. Hurmatli akalar, chasniy taxtalarimiz ham bor. Lekin chasniy taxtalarimiz ham qanaqa holatda? Zo'r holatdagi chasniy taxtalar bo'ladi. Buni zavodniki bilan birga bir bo'ladi. Hech qanaqangi farq qilmaydi zavod taxtasi bilan. Mana shu taxtamiz ham 7,5 ga eniga 7,5 cm, uzunligi 3 cm, eniga 7,5, qalinligi 3, uzunligi 3 metrlik bo'ladi. Bu ham mana zavodniki dakka turadi. Bu ham o'zi aslida chasniy zavod bu ham. Hurmatli akalar, bundan tashqari
qanaqangi taxta mahsulotlar kerak bo'lsa kommentariyaga yozib qoldiringlar o'zingizning fikringizni. Agar mana shu video, hurmatli akalar, 1000 ta like to'plasa, men sizlarga mana shu ko'rsatgan hamma taxtamni optim narxida qilib ko'rsataman. Suratlarimizda ko'rishguncha sog' bo'linglar, hurmatli akalar. Siz taxtani kuzatib turing.